الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانا يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا ذا الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزيز قدر لقيرنداشlar, aldı bilen Allah subhanahu wa ta'alaga hamdu sana, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemge pak durud salamlarımızı yollagandan keyin bugün yana sizler bilen Asmaullahil Husna, Allah'ın güzel isimleri hakkındaki programımızın bugün hesapta 5. sani, yani bugün isimlerine nispeten aytganda Allah'ın güzel isimlerinin ikinci isim Al-Quddus ismi bilen tanışıp ötümüz kadarıyla qarindoshlar. Al-Quddus. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de Sure Haşr'da şundaq deydi. Huvallahu'l-lezî la ilahe illa huvel melikul quddûsus selamul mu'minul muheymin el-azîzul cebbarul mutekebbir subhanallahi amma yüşrikûn. Bu ayette Allah'ın Al-Quddus ismi uçuq tilga ilingan ayet bu qadirli qarindoshlar. O şundaq Allah ki biz hazır umumi Al-Quddus'ninki tövende dersimizde tafsili halette kirdiğanlığımız için umumi ma'nosini hazır bilmaymiz. Bu yerda Al-Quddus ismi tilgalindi bu ayette. O şundaq Allah ki qısqacha ma'nosini beramiz ayetninki. O şundaq bir Allah ki Allazi la ilaha illa hu. Onundan başka hiçbir ilah yok deydi Allah subhanahu teala. Onundan başka hiçbir ilah yok. O El-Melik. Biz ötken saatlerdeki programımızda El-Melik hakkı bilen tanışıp, El-Melik ismi hakkında tanışıp öttük. El-Melik hakiki padişahtır Allah subhanahu teala. El-Quddus paktur. Biz tüvende fakatlan bu neslinden söylep ötümüz. Kiyin tefsilatıga, aklımızını hayran kaldırdığın tefsilatlarına girimiz inşallah El-Quddus hakkında. Esselamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. Salametlik bağışlıgıcı, mu'min hatircemlik ata kılgıcı, bütün nesni kontrol kılgıcı, galip, el-cebbar, kahır kılgıcı, el-mutekebbir, en ali buğan, şundaq zat, şundaq ilahdır Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallahi amma yüşrikûn. Allah subhanahu wa ta'ala onlardan şirik keltirgen nerselerden paktur deydi bu ayette. Yana Sure Cuma'da yusabbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard el-melikil kuddusil azizil hakim. Bu ayette hem Allah'ın El-Quddus ismi roşan uçuq aşkara halette zikir kılınan ayet. Allah subhanahu ve ta'alaga asmanlardaki ve zemindeki bütkül nerse, barlık nerse Allah'a tesbih eydidir. Allah şundaq ilah ki El-Melik hakiki padişah. Padişahlarının padişahı. El-Quddus pak, galip, hikmet bilen iş kılgıcı Allah subhanahu ta'aladır deydi. Biz bu mübarek isim bilen tefsili tunuştan burun bu yerda biraz muqaddime üstüde bir narsani deyishimiz kerak qadirli qarindoshlar. Hammamizga ma'lum ki kainatda har qandaq bir narsa aldı bilen biz cemaat, yani kainattaki barlıq cansız narsalarni taş, şu bütün cansız bo'lgan cemaat ma'danlarni xiyolımizga keltiraylik. Barlıq narsalar mayli cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, ma'lum bir hajm, ma'lum bir o'rinni egallaydi. Uning uzunligi bo'ladi, kengirligi bo'ladi, egizligi bo'ladi deganda bu ma'lum ig'irlik, ma'lum o'rin va
aytganda egiz pakaliq, egiz qisqilik bu narsalarni egallaydi, har qanday narsa. Ammo o'simliklarga qaraydigan bo'lsak, o'simliklarmi ham ma'lum bir hajmni egallaydi. Dal daraxt, har xil gul-giya, uning ma'lum bir hajmi va o'ziga kuchli. Va u o'sidi. Uning bir ortiqchiligi jonsiz narsalarga nisbatan aytganda o'simlik o'sadigan bir ortiqchiligi bor. U ko'paydigan, o'rtiqinbak yo'g'inaydigan bunda ortiqchiligi bor. Hamda hayvonni misol olaylik. Har qanday bir hayvon. Mayli u kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, u hayvon ham ma'lum bir o'rinni egallaydi va u o'sidi va yana bir ortiqchiligi o'simlikka nisbatan nima desa, harakatlanadi. Harakat qiladi bu. Ammo inson-chi? İnsan ham mayli kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, ma'lum bir o'rinni egallaydi. Uning bir o'ltiradigan bir o'rni bor. O'rinni o'ltirsa, bir ma'lum bir o'rin, ma'lum bir doirani egallaydi. O'sidi, cho'ng bo'ladi, harakatlanadi va yana bir ortiqchilik nima? Fikr qiladi inson. Fikr qiladi. Demak, qadrli qarindoshlar, bu nuqtadan biz bu misoldan nimani maqsad qilmoqchi deganda, inson o'zining fikrini, o'zining aqlini ishlatishdan to'xtatgan hamon qaysi vaqtda, qaysi sekunatda u o'zining aqli fikrini ishlatishdan to'xtatgan, shu sekunatning o'zidan boshlab u inson o'zining insoniyligini amaldan qoldirib, u nima desa, hayvoniy sohaga qarab mangan bo'ladi. Shu tarafga qarab qaytib ketgan bo'ladi. Chunki u o'zining fikr qilish, aql ishlatishdan iborat bu xususiyatini amaldan qoldirganligi uchun dedi. Shuning uchun kimning hayoti qadrli qarindoshlar, uning hayoti yemak, ichmak, mayli u mubah bo'lamdi, joizmi, joiz emasmi, yashab, o'ynab, kulish, xizmat, pul tepish, bu narsalar bilan mashg'ul bo'lib, o'zini yaratgan zot haqida tafakkur qilmasdan, o'zini yo'qdan bor qilgan Alloh haqida fikr yurgizmasdan, nadin keldi, burun nada edi, hozir qayada va qayaga qarab ketyotdi. Uning eng muhim mangulik oqibati, oxiratdan iborat bu oqibatiga nimani tayyorlik qildi, nima qilishi kerak degan bu haqda tafakkur yurgizmagan, fikr yurgizmagan, aql ishlatmagan kishi u o'zining insoniyligini vayron qilgan kishi. İnsoniyligidan ayrilib, hayvoniy, shahvoniy sohaga qarab yo'l olgan kishidan iborat. Qadrli qarindoshlar, o'zi yaratilgan, biz bu fikr, aql ishlatish, fikr yurgizish xususiyati nima uchun berildi bizga? Nima uchun ato qilindi bizga? Demak, Alloh subhanahu va taolo ato qilgan, o'zi yaratgan shu maqsaddan boshqa narsaga yoki u inson fikr yurgizishi mumkin, aqlini ishlatishi mumkin, lekin u inson aqlini ana shu o'zini yo'qdan bor qilgan Alloh haqida, oxirati haqida buningga fikr yurgizmasdan bu sohani butunlay yepib qo'ygan, boshqa sohada eng uchiga chiqqan aqli bo'lishi mumkin. Birinchi darajalik aql ishlatishi mumkin boshqa sohalarda dunyoligi uchun. Buningda aql yurgizsa ham nima desa, shu oxiratdan iborat Alloh haqida fikr yurgizishni g'afil qolgan muddatcha, g'afil qolgan sekunatdan boshlab u inson o'zining insoniyligidan chiqqan bo'ladi, qadrli qarindoshlar. Ya'ni shunday bir misol keltirishimiz mumkinki, bir inson bir naiti ilg'or bir kompyuter setib oldi deb o'ylaydi. Naiti ilg'or. Dunyodagi eng ilg'or sifatlarga ega, ustunlarga, sistemaga ega bir kompyuterni setib oldi. Uning keyinda uning ichiga butun o'zi ehtiyojli bo'lgan eng muhim programmalarni qachiladi bunga. Qachilab bo'lgandan keyin bu inson buni, men buni hozir tomoq shira sifatida ishlataman desa, bu insonning qanchalik dot inson ekanligini bildiradi, qadrli qarindoshlar. Shunchalik muhim, nurg'un palon pul xashlab setib olib, uning keyinda eng muhim programmalarni qachilab uning ustiga. Uning ishiltish shuningga aloqador bo'lgan narsaga ishiltish kerak edi. Ammo uni tomoq shira sifatida ishiltaman desa, bu haqiqatan dotlikdan iborat, qadrli qarindoshlar. Demak, o'zining aqlini ishiltishdan qoldirgan, o'zini yoki bo'lmasa ishlatgan bo'lsa-mu, u aql yaratilgan narsadan boshqa narsada xizmat qildirgan, ishlatgan kishi o'zining insoniyligini amaldan qoldirgan va u insonning nafsida, u insonning hayotida shahvoniyligi, hayvoniyligi harakat qilayotgan inson bo'ldi, qadrli qarindoshlar. Bu muqaddimani men nima uchun tilga oldik bu yerda? Bu muqaddimani nima uchun bu ismdan burun o'ttirib qo'ydi degan savol qo'yilsa,
Shuni bilib olishimiz uchunki qadrli qarindoshlar, Alloh subhanahu va taolo bizga, ya'ni insonga shundoq bir kuch-quvvat, shundoq bir ne'matni ato qildiki, u bo'lsa-mu quvva idrokiya, idrok qilish quvvati. Tushunish, idrok qilish quvvatini Alloh bizga ato qilganligi. Hamda bu idrok qilish quvvatini bizga Alloh ato qilibdi. Nimani idrok qilishimiz kerak? Nimani tushunishimiz kerak? Nimani bilishimiz kerak? Mavzu nima bu yerdagi? Maqsad nima degan savol chiqadi. Savol bu yerda chiqadi. Qadrli qarindoshlar, shu dunyoda ilgari bir jurnalda shundoq tilg'ilingan ekan. Bu jurnalda shunday tilg'ilinibdiki, koinotda, shu olamda, dunyoda bir kunda besilib chiqadigan, mayli gazet, jurnal, kitob, bu narsalar bo'lsin. Mush dunyoda bir kunda besilib chiqadigan narsani bir inson agar qattiq tirishib o'qiyman desa, butun vaqtini berib o'qiyman desa, 50 yildan kam vaqtda, 50 yildan oz vaqtda o'qib olmaydi degan bir tadqiqot natijasini bir jurnal tilg'ilinibdi. Demak, bu bizga nimani tushuntiradi deganda, dunyoda, bu koinotda, olamda sanoqsiz, hisob tugitib olmaydigan darajada mavzular ko'p. Nurg'un mavzular bor atrofimizda. Shuning uchun inson, mu'min nimani olaman, nimani tashlayman, nimani o'qishim kerak, nimani o'qimasligim kerak deb bu fikr yurgizib tanlashi kerak bu yerda. Qaysiniga bakrak ahamiyat berishim kerak, qaysiniga sal qarashim kerak, qaysiniga chin esilishim kerak, tanlash kerak bu yerda. Ya'ni buni texnik ro'shanlashtirish uchun bir misol keltiraylik. Bir insonning uyida kutubxonasida pastdan yuqorigacha tomgacha to'g'risigacha lip-miniq kitob bor, kitob jihozlarda. Butunlay kitob bor, lip-miniq zodi. 4 tomning hammasi liq kitob bo'lgan. Bu inson bir qancha kundan keyin eng oxirgi hal qilg'uch bir imtihonga kirmoqchi. Bu imtihondan o'tsa u insonning hayotidagi nurg'un ishlar, xizmatga erishish, yaxshi iqtisodiy turmushga erishish hammasi hal bo'ladigan bir imtihon. O'tsam hamma ishi hal bo'ladigan bir imtihonga duch keldi deydi bir qancha kundan keyin. Bu insonningki shu kutubxonasida to'g'risi 4 tomning hammasi to'g'risiga kitob bo'lgan bir insonningki bir qancha kundan imtihon bermoqchi bo'lgan shu kitoblarning orasida bir kitob bor, imtihon beradigan, moddaga aloqador bo'lgan bir kitob bor. Demak, bu inson tabiiy holatda shu kutubxonadagi barliq kitobni qo'yib, bir qancha kundan keyin hal qilg'uch imtihonga aloqador bo'lgan shu kitobni o'qishi, shu darsni tayyorlik qilishi nayt tabiiy aqalli bir hukm bu hamda. Aqalli bir hukm. Agar uni ko'rmay boshqa bir narsani ko'rib yursa, bu insonning biroz kallasida dadi bor deganini bildirdi bu yerda. Shundoqmi shunaqa emasmi qadrli qarindoshlar? Demak, Alloh subhanahu va taolo bizga aql quvvatini ato qildi. Alloh aqlni yaratgan vaqtida shunday degan. Lamma xalaqallohu al-aql qala aqbil fa aqbal. Thumma qala adbir fa adbar. Qala wa izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan ahabbu ilayya mink bika u'ti wa bika akhuz. Alloh aqlni yaratganda shunday degan. Oldiga kel, 100 kel tur deganda ekan, u oldiga qarab keldi dedi. Keyniga yan dedi, keyniga yandi. Dediki, izzetim ve jalalim bilan qasamki, izzetim ve ulug'lig'im bilan qasamki, men uchun sendin bakrak suyumli kerak bir narsa yaratmadim dedi. Sendin bakrak suyumli narsa yaratmadim. Men sen bilan beraman, sen bilan olaman dedi Alloh subhanahu taolo. Demak, koinotdagi Alloh yaratgan eng ulug' narsa, eng katta narsa nima deb savol so'rilib qolsa, shunday deymizki, aql deb javob beramiz qadrli qarindoshlar. Chunki bu bizning mukallaf bo'lishimizning sababi, asosi bu. Agar aqlimiz bo'lmagan bo'lsa-chi, Alloh subhanahu va taolo bizni hech bir narsaga mukallaf qilmagan bo'ladi. Hech bir narsaga taklif qilmagan bo'ladi. Aqlimiz bo'lganligi uchun, aql bo'lganligi uchun bizga shariat takliflari, hamma taklifotlar aqlli insonga beriladi. Aqlsiz insonga berilmaydi qadrli qarindoshlar. Va aql shunday yana nima desa, Alloh subhanahu va taoloni Robbimizni tunishimizning vositasi aql. Bu bo'lmagan bo'lsa tunyamaydi qadrli qarindoshlar.
Shuning uchun biz ilgirki darslarimizda so'zladik qadrli qarindoshlar. Masala chatoq nada degan nuqtada shunday so'zladik. Ha? Chatoq nada? Masala nima? Unda qo'ysa butun insonningki nafsi, bu fitrati, tabiati bir tabiatlikkan. Tabiati bir ekan. Masala nadan chiqib o'tadi? degan nuqtaga kelsak, masalan, har qanday bir Alloh subhanahu tabiat insonning barliq insonning tabiati o'xshash bo'lgan ekan, bir fitrati bo'lgan ekan. Har qanday Alloh subhanahu va taoladan yiroq har qanday bir inson agar Alloh subhanahu va taolani mu'min tunugandek Allohni tunisa, albatta u xuddi mu'min Allohga yuzlangandek Allohga yuzlangan bo'ladi. Har qancha Allohdan yiroq bir insonni o'ylang, tafakkur qiling. Agar shu Allohdan yiroq inson Allohni mu'min Allohni tunugandek tunugan bo'lsa, shunday yiroq yuramdi? Hargiz yurmaydi. Allohga yuzlanadi dedi. Har qanday bir inson agar Alloh subhanahu va taolani Rasululloh Allohni tunugandek tunugan bo'lsa, u qanday qiladi? Xuddi Rasululloh Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'radi Allohni. Demak, insonning nafsi, insonning tabiati bir masala nima deydi? Dalil bunga dalil nima degan vaqtida Alloh subhanahu va taolo deydi-ki: "Ya ayyuhan nasu taqu robbakumul-lazi xalaqakum min nafsin wahida va xalaqa minha zawjaha" ila oxir oyat. İnsanlar sizlarni bir tabiat, bir nafs, bir jon, bir xususiyat, bir tabiatdan yaratgan Rabbinglardan qo'rqinglar. Buningga taqvodorlik qilinglar dedi Alloh subhanahu va taolo. Demak, qadrli qarindoshlar, insonning nafsi, insonning tabiati bir bo'lgan ekan. Undaq bo'lsa, bu hayotimizda ko'rayotgan bu har xil bo'lishlar, har xil egizbaslik, xilma-xillik nimada deganda ilmda qadrli qarindoshlar, ilmda. Shuning uchun ulamolar shunday deganki, yaf'alul jahilu fi nafsihi ma la yaf'aluhu aduwwuhu bihi. Jahil o'ziga dushmani uningga qilinmaydigan narsani qilib soldi dedi. Jahil inson o'ziga keltiradigan ziyni dushmani uningga keltirmaydigan narsani o'ziga qilib soldi dedi. Demak, qadrli qarindoshlar, masala ilm masalasi, ma'rifat masalasi qadrli. Eng xatarlik bo'lgan nuqta, yana bir nuqta nima deganda, inson o'lim kelgan vaqtida, bu insonga o'lim kelgan vaqtida hamma narsani biladi. Bütün onunğa g'uva qilib qolgan narsaning hammasi ichilib ketadi. O'lim kelgan vaqtida. Har qanday natija. Haqiqatni aynan ko'radi o'lim kelgan vaqtida. Barliq pardalar, barliq hijoblar ichilib ketadi. Bu haqiqatni Fir'avin ham ko'rgan. Fir'avin xuddi Musa alayhissalom ko'rgan haqiqatni Fir'avin ham jon halqumiga o'lim kelgan vaqtida bilgan, ko'rgan. Lekin qaysi vaqt ko'rgan? Vaqti o'tib ketgandan keyin, fursatni katkizib qo'ygandan keyin ko'rgan qadrli qarindoshlar. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, biz zihnimizga uyib o'tishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, biz tunishga tegishlik bo'lgan narsani, bilishga tegishlik bo'lgan narsani munosib vaqtda bilishimiz kerak. Munosib vaqtda, mushu hayotiy dunyoda, mushu sog'lom vaqtimizda bilishimiz kerak. Bilishimiz kerak bo'lgan narsani munosib vaqtda, barliq shu atrofimizdagi yuqorida so'zlagandek sanoqsiz mavzu, sanoqsiz masalalarning ichidan cho'qim tanlab, eng bizga munosabatli bo'lgan, mangulik oqibatimizga munosabatli bo'lgan, Rabbimiz bilan o'zimizning o'ttirsidagi aloqaga munosabatli bo'lgan, eng muhim bizni ana shu Allohning oldida bizni qutqizadigan, eng muhim, eng nuqtaliq masalalarni tanlab, eng bizga aloqasi eng yaqin bo'lgan narsani tanlab turib, ma'rifatni bilishimiz, tunishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Endi bu yerda yangi bir savol chiqadi. Nima uchun Allohni tunishimiz kerak degan bir savol chiqadi. Ha? Nima uchun Allohni tunishimiz kerak? Acaba Alloh subhanahu va taolo bizning uni tunishimizdan behojat emasmi degan savol chiqadi. Allah deydi-ki: "In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innalloha lag'aniyyun hamid." Agar sizlar va zimindagi hamma kishi, zimindagi hamma maxluq kafir bo'lsa, kufrlik qilib, kafir bo'lib inkor qilsa, shaksizki Alloh subhanahu va taolo lag'aniyyun hamid, albatta behojatdir. Ularning o inkor qilib ketishidan behojat Alloh subhanahu va taolo.
sizning iymon etishingizga, yana bir nima qilishingizga ehtiyoj yo'q Allohningki. Bihojat hamid, Alloh butkul maqtashlarga loyiq, ajoyib maqtaladigan zotdir. Demak, bu oyatga asosan Alloh bihojat emasmi? Nimishqa tunuymiz Alloh subhanahu va taolani? Nimishqa bilishimiz kerak? Alloh bihojat emasmi degan bir savol chiqadi. Yana Muslim rivoyat qilgan hadisda Alloh subhanahu va taolo hadisi qudusida shunday deydi: "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika min mulki fi mulki shay'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا." حديث قدسي مسلم رواية قلقان. İyi bendelerim, eğer sizlerin en evvelинla, yani Adem aleyhisselam'dan tatip, ve ahirukum, ve sizlerin en ahirkına, kıyamet üstüge turguzulduğun, en ahirki, zemin yüzdeki en ahirki yapkan, en ahirki insan, ve sizlerin insanlarınlar, cillerinler, hemmesi, sizlerin içinlardaki en takvadar kalplik, en takvadar, en salih kişinin kalbine okşaş şundak bulup gelse, o mening mülküm, mening saltanatim, mening padişahligimga hiçbir narsani ziyoda qilib qo'ymaydi dedi Alloh subhanahu wa taolo. Ey bandalarim, sizlarning eng birinjinglar, eng oxiringlar, insonlaringlar, jinlaringlar hammasi sizlarning ichinglardagi eng fojir, eng buzuq qalblik bir kishining qalbidagi shundoq fojir, buzuq bo'lib ketsa, mening mulkim, mening saltanatimdan hiçbir narsani nuqson qilib kamaytib qo'ymaydi dedi Alloh subhanahu wa taolo. Allah bizden en şundak bir hacet kaderli qarindoshlar. Xo'sh, unda qo'ysa nima uchun Allohni tanıymiz? Nima uchun Allohni bilishimiz kerak degan savol bu yerdan chiqadi. Javob shuki, min ajli an na'budahu. Uningga ibodat qilishimiz uchun. Ibodat qila olishimiz uchun, uningga haqiqiy shu Robbimizga loyiq ibodat qila olishimiz uchun bilishimiz kerak qaderli. Qandaqsiga bilmay turib ibodat qila olamizki Robbimizga. U Robbimizni tunimay turib qandaqsiga uningga yuzlana olamiz, qandaqsiga uningga bosh ura olamiz Robbimizni tunimay turib. İnsan hargiz va hargiz Robbini tunimay turib uningga ibodat qilishi mumkin emas. Uni tuniganda qila olamiz. Agar qilganda ko'ringan bo'lsa ham uning harakatidan iborat emas. U harakatdan boshqa narsa emas namoz o'qisin. Çünkü onun ma'naviyati yo'q, qup-quruq u. Nimaga qilayotganligini, qandoq Robbiga ibodat qilayotganligini, qandoq Allohning oldida turayotganligini bilmay turib qilingan ibodatlar, yaxshi amallar hammasi quruq, tashqi ko'rinishdan iborat nasib qildi qadrli qarindoshlar. İnsan Robbiga shu Robbini tunimay turib hargiz ibodat qilmaydi qadrli qarindoshlar. Xo'sh, nima uchun ibodat qilamiz degan savol chiqadi. Allohga nima uchun ibodat qilamiz degan savol chiqadi. Javob shuki, min ajli an nas'ada bihi. Robbimizga ibodat qilib, uning bilan, Robbimiz bilan, shu ibodatlar bilan, uning qilingan ibodatlar bilan haqiqiy baxt, saodatlik bo'lishimiz uchun. Baxt, saodatning ta'mini tetishimiz uchun qadrli qarindoshlar. Haqiqiy huzur, halovat, baxtning nima ekanligini bilishimiz uchun qadrli qarindoshlar. Va Robbimizning bu koinotga bizning yaratilishimizdagi nishonning amalga eshishi uchun qadrli qarindoshlar. Biz nima uchun yaratildik? Robbimiz bizni nima uchun yaratdi? Bizning yaratilishimizdagi maqsad nima dunyoga? Alloh dediki, illa man rahima robbuk va lizalika xalaqahum. Robbing rahim qilgan, Robbing rahmatiga olgan kishi faqat va faqat Robbing rahmatiga olgan kishidan boshqa. Va lizalika xalaqahum. Robbing ashu rahmat uchun, bizga rahmat qilish uchun yaratdi Robbimiz bizni. Oyatning boshida shunday keladi: "Va law sha'a robbuka laja'ala an-nasa ummatan wahidatan va la yazaluna mukhtalifin illa man rahima robbuk va lizalika xalaqahum." deb. Oyatning boshi shu. Agar Robbing xohlagan bo'lsa, butkul insonlarning hammasini ummatan wahida, bir ummat, bir din ustida qilgan bo'ladi dedi Alloh subhanahu wa taolo. Hammasini bir dinda qiladi. Ular din to'g'risida va la yazaluna mukhtalifin.
Ular bu insonlar din to'g'risida davomli hozirgacha ixtilof qilishib kelmoqda dedi. Ixtilof qilishib kelmoqda. Lekin ixtilof qilishmaydiganlar kim? Illa man rahima robbuk. Robbing rahmat qilgan kishidan boshqa dedi. Robbing rahmat qilgan kishidan boshqalar ixtilof qilishmoqda dedi. Walizalika xalaqahum. Robbing Parvardigoring bu insonni qanday qilish uchun, insonga rahmat qilish uchun yaratgan edi Parvardigor. Lizalika va lizalika xalaqahum. Shuning uchun yaratgan edi dedi. İnsanlarni shu rahmat uchun, rahmat ato qilish uchun yaratgan edi dedi. Biz shu rahmat qilinish uchun yaratdik. Demak, qadrli qarindoshlar, bu birinchi bir nishon bo'lgan bo'lsa, bizning rahmatga erishishimiz bir nishon bo'lgan bo'lsa, bizning yoritilishimizdagi nishon. Yana bir narsa oyatda Qur'oni Karimda Sura Zariyatda Alloh deydi mana. "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Men inson bilan jinni faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim dedi. Nima uchun ibodat qilamiz? Nima uchun Robbimizga ibodat qilamiz? Baxt, saodat, rahmatga erishish, baxt, saodatlik bo'lish uchun. Yuqorida oyat keldi. İlla man rahima robbuk ve lizalika xalaqahum. Ve biz yaratılışımızdaki nişanı amelga ashish uchun nima uchun yaratildik? Va ma xalaqtul jinna vel insa illa liya'budun. İnsan ve jinni men faqat menga ibodat qilish uchun yaratdim deydi Alloh subhanahu wa taolo. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bu fikrlar, bu tushunchalar hayotimizdan mangu ko'tarilmasligi kerak. Zihnimizden davomliq bizning zihnimizda mavj urib turish kerak, kuch urib turish kerak bu tushuncha qadrli qarindoshlar. Biz ibodatning nima ekanligini ilgirki darsimizda so'zildik. Yana qisqacha aslatib o'taylik. İbadet biz so'zlaganimizdek ta'atun taw'iyya mamzujatun bi muhabbatin qalbiyya asasuha ma'rifatun yaqiniyya tufdi ila sa'adatin abadiyya dedik. İbadet insonning tabiiy holatda, tabiiy bo'ysungan, ixtiyoriy holatda bo'lgan taat va uningga qalbiy jihatdan muhabbat yo'g'rilgan, qalbiy jihatdan suyunib turib qilinadigan va buning asosi xurafiy u yerdan bu yerdan anglab olgan narsaning ustiga qurilgan emas, mustahkam ishonchlik, ma'rifat asosiga, bilim asosiga qurilgan. O'zining qilayotgan ishining nima ekanligini bilib turib qiladigan bunday narsa ibodat. Mana bu ibodat insonni mangulik baxt saodatga ilib boradigan ibodat bo'ldi dedik biz. İbadetni hergiz o'tgan soat nihoyat sharhiydi qadrli qarindoshlar. Hergiz biz o'ylab qolmasligimiz kerakki, biz o'zimiz shunday bir kategoriyaga olmasligimiz kerak ibodatning doirasini. Namoz, roza, o haj, paj bu narsalar kategoriyaga elib, buning sirtidagi ishni ibodatning doirasini chiqaramiz kerak. Alloh subhanahu va taolaning shariatiga xilof bo'lmagan, Allah razı bo'ladigan, Allah yaxshi ko'radigan, Rasululloh yaxshi ko'radigan har qanday amal, har qanday so'z, harakat, har qanday ishlarimiz hammasi shu Robbimizning roziligi uchun bo'lganda, hayotimizdagi hamma narsa ibodatning doirasiga kirib keladi qadrli qarindoshlar. Shuning uchun biz yana ta'kidlaymizki, hayotimizda milyonlagan nafsimiz üzülüp qolgachi milyonlagan sonlarda nurg'unlagan mavzular bor qadrli qarindoshlar. Mushularning ichidan bizga eng muhim bo'lgan mavzu, eng ahamiyatli, eng xatarlik bo'lgan mavzu nima deganda Robbimizni tunishimiz, Robbimizni bilishimiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo degandek hadisi qudusida shunday deydi Robbimiz. İnsan qabriga qo'yilgan birinchi kechasi biz jinimizni Allohga taslim qilib qabriga qo'yilgan birinchi kechada Alloh shunday deydi: "Abdi raja'u wa tarakuk wa fi at-turabi dafanuk wa law baqaw ma'aka ma nafa'uk wa lam yabqa illa ana wa ana al-hayy allazi la amut aw la yamut." Hadis qudusida. Bandam, ular qaytib ketishadi. Qabriga qo'yilgan birinchi kechada har bir insonga deydi bu so'zni. Hammamiz bu kechaga uchraymiz qadrli qarindoshlar. Alloh bizni ana shu mavqa, ana shu o'rinda bizni mustahkam, sabatli qilsin qadamlarimizni. Yani deydi ki bandam, ular qaytib ketishdi.
seni tashlab qo'yib qaytib ketishdi. Seni bu to'piga, bu tuproqqa dafn qilib, bu yerga ko'mib qo'yib, seni tashlab qaytib ketishdi ular. Ahling, do'stlaring, birodarlaring qaytib ketishdi. Agar ular sen bilan qilib qolgan bo'lsa, sana hech bir manfaat yetkazmagan bo'ladi dedi. Sana hech bir narsa yetkazmaydi, manfaat yetkazmaydi. Hech bir narsani sendan agar azob qilaylik bo'lsan, qilchilik azobini yengiltish, bunday ish qo'ldan kelmaydi. Qilib qolgan bo'lsa hech bir narsaga asqatmaydi. "Walam yabqa laka illa ana" dedi. Sana mendan boshqa hech kim qolmadi dedi Rabbimiz bu yerda. Mendan boshqa hech kim qolmadi sana. "Wa anal hayyul lazi la yamut." Men o'lmaydigan, mangu tirik bo'lgan zatman deb shuna dedi. Qabriga qo'yilgan birinchi kecha. Ya Rabbi, Alloh bizni ana shu kechada mustahkam qilsin. Ana shu o'rinda bizni mustahkam qilsin, qadrli qarindoshlar. Demak, o'zimizning nima ketayotganligimizni, oqibatimizning nima ekanligini bilishimiz kerak, qadrli qarindoshlar. Nega qarab ketayotganligimizni, qayaga oqibatimizning nima ekanligi. Biz shu 4 kundan keyin, balki hali, balki ata, balki birdamdan keyin hamma narsamizdan ayrilgan holatda butkul atrofimizdagi, dunyodagi yuz obro'yimiz, hayotimiz bu ishga erishgan mansab, pul, mol, dunyo hamma narsani keynimizga tashlab qo'ygan holatda Rabbimizning oldiga boramiz. Jon chiqadigan, jonni beradigan vaqt kelganda hammadan ayrilib shu soniya sekundning ichida 1 sekund ortiq umr yashashga mumkin emas. 1 sekund ortiq yashay olmaymiz. Shu hamon jannat taslim qilamiz, ketamiz, hamma narsani tashlab ketamiz. Rabbimiz oldimizda, Rabbimizdan boshqa hech narsa qolmaydi, qadrli qarindoshlar. Oldimizda Allohdan boshqa hech bir narsa qolmaydi, oldimizda Allohdan boshqa. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning Qays ibn Asim radhiyallohu anhu ga qilgan vasiyatlarining ichida shunday bir vasiyat bor. Buni o'ylaylik, qadrli qarindoshlar. Ya Qays, inna laka qarinan yudfanu ma'aka wa huwa hayy wa tudfanu ma'ahu wa anta mayyit fa in kana kariman akramak wa in kana la'iman aslamak ala wa huwa amaluk. Qays ibn Asim radhiyallohu anhu va vasiyat qilgan vasiyatlarning ichida birisi. Ey Qays, sening shundoq bir hamrohing bo'ldi dedi. Sening shundoq bir hamrohing, do'sting bo'ladi-ki, bu sen bilan birga u tirik holatda dafn qilindi dedi. Bu hamrohing tirik holatda sen bilan dafn qilindi, sen uning bilan sen o'lik holatda dafn qilinsan. Sen o'lik, u tirik holatda dafn qilindi. Shundoq dafn qilinsizlar. Agarda isil bo'lsa, bu do'sting isil bo'lsa, karim bo'lsa, isil nochi bo'lsa bu do'sting, seni akramak, seni hurmatlaydi, seni izzatlaydi, seni izzatga erishtiradi. Agarda shum bo'lsa, buzuq bo'lsa, nachar bo'lsa, seni tutib beradi dedi. Seni eng ashaddiy azobga tutib beradi. Ala va huwa amaluk. Bilginki, agah bo'lgunki, u sen bilan birga, u tirik, sen o'lik holatda dafn qilingan u hamrohing kim o? Nima deganda? Ala va huwa amaluk. Sening amaling degan Rasululloh. Sening amaling degan, qadrli qarindoshlar. Ya Rabbi, biz dunyoda nurg'un nimaga erishib kelsak erishib ketaylik, qadrli qarindoshlar. Shu dunyoda qilib olgan eng sab, eng nochi, eng yaxshi amallarimizdan boshqa qaysi narsamizni aytalaymiz Rabbimizdan qashaq. O'ylab boqaylik, nimani aytalaymiz, qadrli qarindoshlar. Demak, kul koinotdagi nurg'un son-sanoqsiz mavzularning ichidan eng muhim bo'lgan mavzu Rabbimizni tanishimiz, Rabbimizni bilishimiz. Uni yaratquchi holatda, parvardigor holatda, uning haq iloh ekanligini bilishimiz, uning go'zal ismlari bizga eng go'zal shaklda bizga Rabbimizni tanishtirdi. Asmaullohil husna, Allohning go'zal ismlari bizga Rabbimizning barliq qudratini, barliq go'zal ism sifatlarini bizga eng go'zal shaklda, eng injiq shaklda bizga tushuntirib berdi, qadrli qarindoshlar. Hammasiga ma'lumki, bo'libmi universitet hayotini boshdan kechirayotgan
shu yerda o'qiyotgan o'quvchilarga nisbatan eng shu yerdagi universitetdagi o'quvchilarning diqqatini o'ziga eng jalb qiladigan, o'quvchilar yaxshi ko'radigan, haqiqiy muvaffaqiyat qozongan, kasbida muvaffaqiyat qozongan o'qituvchi kim? deb shunday savol so'ralsa, o'quvchilarga nisbatan universitet hayotimizni beshimizdan kechirganlar bilamiz. Universitetdagi hamma o'qituvchini bir o'quvchininki yoki shu o'quvchilarninki o'xshash darajada yaxshi ko'rib ketishi, o'xshash darajada hayron qilishi mumkin emas. Hammamizning beshidan o'tgan masala. Hammasi doktor, u bu unvonlarga ega bo'lgan bo'lsa-mu, shu o'qituvchilarning ichida ma'lum birisi o'quvchilarning diqqatini alohida tortadi. Uning darsi bo'lgan vaqtida sinfga liq o'quvchi to'ladi. Uning darsi bo'lgan vaqtida o'quvchilar hargiz uxlab, yoni yetib, yoki bo'lmasa o'zining ishini qilib qolayotgan, yo bo'lmasa o'zi uni buni o'ynab o'ltirmaydi. Uning darsi bo'lgan vaqtida butun diqqati bilan sinfda chivin usti anglanda darajada turib anglaydigan o'qituvchilar bor, ba'zi o'qituvchilar. Bu qanday o'qituvchi? Ha? U so'z jihatdan nayt ravon so'zlaydigan, nayt jalb qilarliq so'zlay oladigan, butun hayajon bilan, vujudi bilan so'zlay oladigan, butun o'quvchilarni o'ziga markazlashtirib oladigan, u o'zi u yerga qarab emas, butun vujudidan uning so'zlayotgan mavzusi qon qiniga, yuragiga singib ketgan, u butun harakatlari, u tildagi ifodalash quvvati hamma jihatdan qon qiniga singib ketgan holatda ruhi bilan yug'urilib turib so'zlayotganligi uchun bir masalani shunda anglatganligi uchun butun o'quvchilar diqqati bilan uning ichiga singiblik ketgan gapda. Bu eng muvaffaqiyat qozongan o'qituvchi o'quvchilarning nazarida. Hammamizga ma'lum bir nuqta qadrli qarindoshlar. Chunki o'qituvchi haqiqiy yuragidan yashab turib so'zlayotganligi uchun ashunda diqqatni chekalaydi. Qalblarni, insonlarning butun vujudini, o'quvchilarning vujudini o'ziga jalb qila oladi. Xo'sh qadrli qarindoshlar, biz bir mu'min bo'lish sifatimiz bilan, Allohning bandasi bo'lish sifatimiz bilan agarda bizdan Alloh haqida nimani bilasan deb shunday savol so'rilib qolsa, Rabbing haqida nimani bilasan deb shunday savol so'rilib qolsa, bizni shu yo'qlikdan bar qilgan, yo'qdan bizni vujud qilib, vujudga chiqargan yo'qlikdan biz yo'q edik, ha? Hech nimamiz yo'qdi bizningki. Biz tilga ilindigan bir maxluq emasdik. Alloh Qur'oni Karimda hal ata alal insani hinun minad-dahri lam yakun shay'an mazkura demidimi qadrli qarindoshlar? Inson shundoq bir zaman, shundoq bir vaqt kelmadimi? U hech bir tilga ilindigan narsa emasdi deydi u, ha? Arzimaganlikdan hech bir tilga ilindigan narsa emasdi deydi. O'ylab boqaylik. Biz ana shundoq yo'qdik. Bizni yo'qlikdan bar qilgan, yo'qdan mavjud qilgan shundoq go'zal suratni ato qilgan, shundoq go'zal aql ato qilgan, shundoq bejirim qomat ato qilgan va bizni shu onamizning qo'sqiga abi ma'na holatdan tortib, ma'ni suyuqlik holatda kirgizib, uning kendan shu yerda bizni shu necha oy muddatcha qatma-qat bosqich bizni shu yerda qo'g'dab, shu yerda bizga rizq berib, shu yerda bizni o'zining ne'mati bilan rizqlantirib, bizga havo berib, suv berib, g'izo, yemaklikni berib, uning kendan dunyoga olib kelgandan keyin ham bizni tashlab qo'ymasdan darhol bizning ahli, ota-ona, oji singil bularni berib, uning kendan cho'ng qilgandan keyin farzand, cho'ng bo'lib hayot turmush qurib, yana farzand ato qilgan, aql ato qilgan ve nurg'un mal dunyolarga erishish, nurg'un dunyodagi muvaffaqiyatlarga erishish fursatlarini ato qilgan. Bizga yo'l ko'rsatgan, aqnimu, qarnimu, hidoyatnimu, zalolatnimu bizga ko'rsatib bergan. Bizni hamma narsamizni bizni tashlab o'tmagan ana shundoq Rabbimiz haqida, shundoq bir ilohingsini mushu holatga olib kelgan Rabbing haqida nimani bilasan deb shundoq savol so'ralsa, acaba insonning so'zi xuddi shu universitetga shu eng muvaffaqiyat qozongan o'qituvchi butun o'quvchilarni og'ziga qaritib, ularning butun zihnini o'ziga qaritib olgandek, shu darajada mu'min Robbi haqida to'xtamay, shunchalik go'zal so'zlar bilan Robbini maqtay oladigan, Robbi haqida so'z qila oladigan bo'lishimiz kerak emasmi? Robbimiz bunga loyiq emasmi, qadrli qarindoshlar? Biz shundoq bo'lishimiz kerak emasmi?
Bizden bu talep kılınmamdı kadirli kardeşler. Şu Rabbimiz hakkında sorarsak. Afsus ki köpünçimiz kadirli kardeşler. Nurgun gaflet, nurgun dünyaya birilip ketiş gaflet içinde yaşaganlığımız için bu nesnin ayrılıp kaldı kadirli kardeşler. Beklem ayrılıp kaldı kadirli kardeşler. Şunun için hayatımızdaki bizge en muhim bo'lgan narsa Rabbimizni eng yaxshi shaklda tunishimiz. Maqsad nima? Asmaullah, Allohning go'zal ismlaridagi bu darslarni qilishdagi maqsad nima? Desak, min ajli an na'rifalloh azza va jalla. Rabbimizni tunish, Allohni tunish. Ana shu Rabbimiz haqida ma'lumot erishish uchun qadrli qarindoshlar. Chunki ma'rifat, bilim chuqum hayotimizga aks ta'sir qiladi. Uning chuqum hayotimizga ma'lum ta'sir bo'lishi muhaqqaq, ma'rifat ilmniki. Hech bir hayoti dunyoda bir aql egasi o'zi o'rgangan narsani hayoti dunyoda ijro qilmaydigan, hech bir hayotida ishlatmaydigan bir narsani bir aql egasi o'rganmasa, uni tirishib, o'rganib, u haqida fikr yurgizmasi kerak. Bir aql egasi inson. Chuqum u qaysi sohada bo'lsin, o'zi ishlatadigan, o'zi ijro qilaman degan bir narsa bir sohada o'rganadi. Shuning uchun biz Asmaullah, Allohning go'zal ismlaridagi darslarni, programmalarni qilishimizga maqsadmi? Rabbimizni bilishimiz, hayotimizga tatbiq qilishimiz, hayotimizga haqiqiy Rabbimiz bizdan rozi bo'ladigan shaklda bir inson bo'lish uchun Asmaullah darsimizni yurgizimiz, elib boramiz qadrli qarindoshlar. Xo'sh, bugungi ismning mavzusiga kelsak, bugungi so'zlamoqchi bo'lgan ismning o'ziga kelsak, Al-Quddus ismi haqida bo'ladi. Yuqorida so'zlab o'tdik. Bu ism Qur'oni Karimda yuqorida darsning 5 bilan so'zlab o'tdik. 2 oyatda tilg'alindi. Sura Hashr bilan Sura Hashrda bir tilg'alindi. Huvallohu allazi la ilaha illa huval malikul quddus deb biyada tilg'alindi va yana birisi Sura Jumuada yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ardi al malikul quddus al aziz al hakim degan bu oyatda. Buni ma'nosini qisqacha darsning programının 5'de söylep öttük. Yani kayıt tekrarlamayız. 2 ayette Kur'an-ı Kerim'de 2 ayette El-Kuddus ismi uçuk aşkara halette Kuddus şekli dikilip tilgaylendi. El-Kuddus kadirli qarindoshlar Arap tilidagi fu'ul veznisi de bu siga dikiladi. El-Kuddus. Bu minel Kudus. Kudus'tan kelib chiqqanda so'zninki tomiri, so'zning bosh nuqtasi demasa Kudus'tan kelib chiqqan. Kudus degan nima deganda poklik. Kudus degan so'z poklik, ulug'liq degan ma'nosi bor. Kudusninki. Shuning uchun al-ardul muqaddasa dedi. Muqaddas zimin, ya'ni pok zimin degan gapda buning ma'nosi. Muqaddas zimin. Masalan, jannat Haziratul Qudus deb atalgan. Jannatning ismlaridan birisi Haziratul Qudus. Chunki u butkul dunyoning ofatlaridan, dunyoning har qanday narsadan pok u. Haziratul Qudus deb atalishi. Va Jibril alayhissalom vahiy farishtasi bo'lgan Jibril alayhissalom Ruhul Qudus deb atalgan. Nima uchun? Chunki u Alloh subhanahu va taolo tarafidan uning vazifalantirilgan butkul payg'ambarlarga vahiy olib kelish majburiyati. Bu vazifa yuklanganda Jibril alayhissalomga. Bu vahiyni Allohning vahiyisini payg'ambarlarga yetkazishda aynan hiçbir narsani ziyoda qilmay, kamaytib olmay yetkazishda barliq ayib nuqsonlardan pok bo'lganligi uchun Ruhul Qudus deb atalgan Jibril alayhissalom. Alloh subhanahu va taolo farishtalar haqida hikoya qilib Qur'oni Karim Sura Baqarada shunday deydi. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Öz vaqtida Rabbing, Parvardigoring farishtalarga shunday dedi. Men ziminda xalifa izbasar yarataman, izbasar qilaman, ziminda xalifa yarataman. Ya'ni insonlarni olib kelib biz ziminga xalif bo'lgan, izbosar bo'lgan insonlarni maydonga keltirma degan vaqtida farishtalar deyishdiki, sen ziminda
ziminde pasat teriydigan, ziminde kan tüküdigan bundaq mahluqlarni ziminga yaratamsa. Biz ve nahnu nusabbihu bihamdika. Biz sana hamdu sana eytiş bilen sana tesbih eytimiz ve nuqaddisu laka. Ve bir yerdeki nuqaddisu laka. Şahit bizden aldığın şahidimiz. Kuddus hakkında buluvatıdı o. Nuqaddisu laka. Köpüncümüz bir yerde nuqaddisu laka. Bir yerde nimo manisi nuqaddisu laka'nın manisi. Biz seni pak dep bilimiz. Seni pak dep itiqat qilimiz. Pak dep sana seni taqdis yani seni paklaymiz diyen gap mı? Bir yana manisi ve nuqaddisu laka'nın manisi qadirli qarindoshlar. Ey Rabbim, yani ya Rabbi, nahnu nutahhiru anfusana ve nuqaddisuha kay nakuna ahlan lil iqbali alayka degan gap manisi. Ey Rabbimiz, biz nefsimizni paklaymiz degan gap. Biz sana hamdu sana eytish bilan sana tesbih eytimiz ve sen üçün özümüzni nefsimizni paklaymiz degan gap. Sana layık buluş üçün, sana yüz keltirishga layık mahluqlardan buluş üçün, senin dergahında sen razı bulduğun mahluqlardan buluşumuz üçün özümüzni paklaymiz, sana layıqlardan buluşumuz üçün özümüzni paklaymiz degan gap. Ve nuqaddisu lak. Rabbimiz dedi ki, "Qala inni a'lamu ma la ta'lamu." Men sizler bilmeydiganni bilmen dedi. Sizler bilmeydigan narsalarni bilmen dedi Allah subhanahu taala. Yani qadirli qarindoshlar bu yerda "Va nuqaddisu lak" dedi farishtalardan hikoya qilib deyotdi. Yani insanın dünyadaki vazifesi, dünyadaki vazifemiz nima? Dünyadaki vazifemiz özümüzni Rabbimizge layık, Rabbimizning dergahida Allah razı bo'lgan o'ringa erishish uchun ana shu inda malikim muqtadir bo'lgan, qudratlik podshoh bo'lgan Rabbimizning dergahida eng oliy maqomga erishishimiz, Rabbimizning roziligiga yeta olishimiz uchun o'zimizni poklashimiz insonning dunyodagi vazifasi, o'zimizni poklashimiz. Hammamizga ma'lumki qadrli qarindoshlar, agarda biz bir so'ringa chaqirilib qolsak, bağ geldi. Ya ki nayet ölüm ala sorunu kadın. Nayet yurt katları çoğun. Ya ki reis, minister, bu bir bizni çağırıp kaldı bizle görüş için. İnsan şu vaxtda eğer şundak bir sorunları çağırılğanda özüge qandaq diqqat qilib ketadi. Kiyim, kishi yurish turish, kiyim kechak kiyish, hamma narsa shunda diqqat qilib o'zini qattiq tayyorlik qildi buningga. Hatta shuning qishig'i bo'lgan vaqtida shu ko'rishgan yoki cho'ng bir shayx bo'lsin, yoki cho'ng bir arbab bo'lsin, ya mo'ysifat bir kishi bo'lsin, uning qishi bo'lgan barliq ish harakatlarimizga diqqat qilib ketadigan gapda. Yurish turishlarimiz, gap so'zlarimizga diqqat qilib, alohida diqqat qilib, adab bilan turadigan gap. Shuning uchun farishtalar bu yerda deydi-ki, farishtalar Rabbimizga deganda va nuqaddisu lak degan so'zni bu yerda va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu laka. Biz sana hamdu sana etish bilan sana tasbih aytamiz ve özümüzni sen üçün paklaymiz Rabbimiz. Nuqaddisu laka, sen üçün özümüzni paklaymiz ey Rabbimiz dedi. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, agarda men sizlarga insonning dunyodagi vazifasi, eng muhim vazifalarning birisi özünü paklash desem ishonamsizlar qadrli qarindoshlar. Özünü paklash, hatto ki Rabbining dergahida, Allohning dergahiga loyiq, Allohga yuzlanishga loyiq, Allah dergahida uning jannatiga loyiq insonlardan bo'lish uchun özünü paklash uning vazifasi desem ishonamsizlar. Nima ish qilishmayapsizlar? Çünkü Allah paktur ve la yaqbalu illa tayyiban. Allahu tayyib, Allah paktur, paktin başqani qabul qilmaydi. Ve Rabbimiz hadisi qudusida shunday deganki, abdi tahharta manzaral xalqi sinin. Sen mahluqatning nazargahini, mahluqat
mahluqlar nazar soladigan joylarni yillarcha poklading dedi. Yillarcha ko'ngil bo'lding buningga. İnsanın mahlukatının köz çıkan narsa nima? Kiyim keçki, yürüyüş turuşu, gap sözleri, öyleri, maşinesi, bu narsa. Bu insanın nazarı tushadigan, insanın ko'zi tushadigan narsa. Bununla alaydı. Yillarcha poklading, yillarcha ko'ngil bo'lding deydi bununga. Ha? Bendam sen mahlukatning nazarı tushadigan, ya'ni yillarcha ko'ngil bo'lib, yillarcha poklading. Ha? Bu mahlukatning nazarı tushadigan ya. Deydi ki, afala tahharta manzari sa'a. Sen mening nazargahim, mening nazarim tushadigan joyni 1 saat pokladingmi dedi. Mening nazarim tushadigan, men nazar soladigan joyni 1 saat pokladingmi dedi. Yillarcha buni poklading, tashqi ko'rinishing, yurish turishing, o'ylaring hammasi nihoyat ratlik qilib, tozalab, pokiz qilib, buni ko'ngil bo'lib shuna qilding. Mening nazarim tushadigan, ya'ni 1 saat pokladingmi dedi. Allohning nazari tushadigan ya'ni nima? Qalb. Al-qalbu manzarur robb. Rabbimizning nazari tushadigan, Rabbimiz nazar soladigan joy qalbimiz. Ha? Qadrli qarindoshlar, va nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. Biz sana hamdu sana aytish bilan tasbih aytamiz. Sen uchun o'zimizni poklaymiz dedi. Biz shuning uchun ana shunday bo'lishimiz kerak. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, bizning hayotimizdagi bizni eng mashg'ul qiladigan, biz eng ko'ngil bo'lishimiz bo'lgan narsa, birinchi bo'lib ko'ngil bo'lishimiz kerak bo'lgan narsa o'zimizni poklashimiz. Hattoki Rabbimizning dargohida ana shu payg'ambar, sodiqlar, shahidlar, solihlar qatorida shu qiyomat kunida shular bilan birga bo'lishga loyiq insonlardan bo'lishimiz uchun o'zimizni poklashimiz kerak. O'zimizni poklaganda ondan Alloh subhanahu va taolo boshqa nurg'un go'zal ishlarga hayotiy dunyoda muyassar qiladi. Oxiratda ham o'zining dargohida bizni hargiz rasvo qilmaydi, qadrli qarindoshlar. Xo'sh, endi bu yerda bu darsdagi yana bir inchki nuqta, yana biroz sharhlashga to'g'ri keladigan bir nuqta. Bu ismni, bu Al-Quddus ismini tunishtirish haqida kelgan so'zlarning ichida Al-Quddus haqida olimlar buni tushuntirib, bu ismni sharhlab kelib, Al-Quddus degan shundoq zotki, Quddus degan shundoq zotki, Al-Munazzahu an kulli wasfin dedi. Al-Quddus shundoq zotki, har qanday sifatdan pok deb shunday sharhlaganda. Noy inchki nuqta qadrli qarindoshlar. Buni noy diqqat qilaylik. Alloh har qanday sifatdan pokdir deb shunday sharhlab kelgan. Ya subhanalloh. Bu yerda har qanday sifatdan pokdir degan vaqtda esimizga, ya'ni har qanday nuqsoniy sifatlardan pokdir degan narsa kelishimiz mumkin. Aqlimiz kelishi mumkin. Kamchilik sifatlaridan, nuqsoniy sifatlardan pokdir degan narsa esimizga kelishi mumkin. Alloh nuqsoniy sifatlardan albatta kamoliy sifatlardan pokdir deb. An kulli vasf, har qanday sifatdan pokdir deydi bu yerda. Ya subhanalloh. Bunu desa darhol chuqum ekran altida o'ldirgan qarindoshlarning hammasi hayron qilishi mumkin. Subhanalloh, bu nima degan gap bu? Nima so'zlayapsan sen deyishinglar mumkin. Nima deyapsan sen deyishinglar mumkin. Allah subhanalloh qandaqsiga bu kamoliy sifatlardan, Allohga loyiq bo'lgan kamoliy esil sifatlardan qanday pok bo'lsin deyishinglar mumkin. Buningdan pok degan bu qandaq gap bu deyishinglar mumkin. Aldirmanglar. Javob chiqaversin. Hammamizga ma'lumki, qadrli qarindoshlar, inson o'zini bilgandan keyin, o'zimizda shunday idroq qilib, o'zimizga bunday qarab baqsaq, o'zimizda bir tarafimizga qaraymizki, bir tarafimizda nurg'un kamolatlarni ko'ramiz. Kamoliy sifatlarni ko'ramiz. Yana bir tarafimizga qaraymiz, nuqsoniy sifatlarni ko'radi va inson o'zimda idroq qilib o'zini bilgandan keyin bir tarafiga qaraydi-ki, kamoliy go'zal sifatlar bor. Va yana bir tarafiga qarasa, nuqsoniy sifatlar bor. Masalan, inson kamoliy sifat deb qaraydigan narsa ilm. Ilm kamolat. Muloyimlik kamolat bizning nazarimizda.
muloyim bo'lish kamalat. Sabirchan bo'lish kamalat, kamali güzel sifatlar bular. Anlash, pangolmay anglaydigan bo'lishi kamalat, nuqson emas u, anglaydigan bo'lishi. Ko'radigan bo'lishi, qarig'i bo'lmasdan ko'radigan bo'lishi kamalat bizning nazarimizda. İradesi bo'lishi, hargiz tangponi saqlab yurgan irodalik bir inson bo'lishi kamalat. O insanın o'lik inson emasdan hayot inson bo'lishi kamalatdir. Yana bir tarafimizga qaraymizki, bizga hammamizga ma'lum bo'lgan jaholat, bilimsizlik bu nuqsonlik. Qarig'ulik nuqsonlik, panglik nuqsonlik. Go'chilik nuqsonlik. Shum inson bo'lish nuqsonlik. O'chmanlik, hasad, qo'pollik bu narsa hammasi nuqsonlik bizning nazarimizda. İnsani nazarimizda bunday o'ylab shuna qarasa. Shuning bilan bu inson o'zining bir tarafiga qarasa kamoliy sifatlarni ko'rdi, yana bir tarafiga qarab nuqsoniy sifatlarni ko'rdi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolani maqtash, Alloh subhanahu va taolaga hamdu sana aytmoqchi bo'lgan vaqtida inson Alloh subhanahu va taolaga u inson o'zi biladigan, ya'ni biz o'zimiz biladigan kamoliy sifatlar bilan Robbimizga hamdu sana aytamiz. Biz biladigan, o'zimiz kallamizda bilgan kamoliy sifatlar bilan Robbimizga hamdu sana aytamiz. Bu yerda tavhid ulamolari shunday deydi-ki, şu Al-Quddus ismini sharhlab kelib, buni tushuntirib kelib deydi-ki, Al-Quddus Allah subhanahu va taala munazzahun anil kamalati allati yatasawwaruha al-insanu min indihi. Allah subhanahu va taala Quddus shundoq zatki, shundoq pok zatki, inson o'z aqli bilan tasavvur qilayotgan kamoliy sifatlardan pok Allah subhanahu va taala deydi tavhid ulamolari. Al-Quddusni sharhlab. İnsan öz yenidan o'zi tasavvur qilayotgan, insonning aqli cheklikki, biz qudratimiz yetgancha tafakkur qilamiz. Mushu inson o'z yenidan tasavvur qilib o'ylayotgan kamoliy sifatlardanmi Allah al-Quddus paktur Allah subhanahu va taala. Kullu ma khatara bi balik vallahu bi khilafi zalik degan nuqta shu yerdan kelib chiqqan. Sening qalbingga Allah haqida nima kelsa bütün Allah hakkında oylagan bütün şu kamali ulug'lik kallanga kelgan narsaning hammasi Allah subhanahu va taala aksida shu. Hargiz tasavvur qilib bo'lmaysa Allah subhanahu va taala. Allah khilafu zalik. Laysa kamislihi shay va huwa as-sami'ul basir. Sura Shurada shunda dedi Allah subhanahu va taala. Hiçbir narsa onunga o'xshash emas dedi. Hiçbir narsa onunga o'xshash. Mumkin emas tasavvur qilishimiz. Hiçbir narsa şey degan qadrli qarindoshlar bu nayt umumiy narsa bildiradi. Har qanday bir narsa bo'lsin, har qanday narsa laysa kamislihi shay, uningga o'xshash emas. Ming tafakkur qilaylik, ming o'ylanaylik, ming kallamizga nima kelsin, Alloh subhanahu va taala bi khilafi zalik. Allah dal khilafi. Mesela Allah subhanahu va taolani nihoyat rahimlik deymiz. Allah'ning rahimdilligi dadının balısıga bo'lmadek rahimdilmi Allah? Buni tasavvur qilalamdi? Haşa. Mumkin emas ki. Dada ba'zi vaqtida o'z o'g'liga o'zi bilmasdan ilimsiz holatda, o'zi bilmasdan rahim qilib, kuyimchanlik qilib silib, uni halokatga ichtirib o'tishi mumkin. Chunki o inson hiçbir narsa bilmaydi, oqibatning nima ekanligini bilmaydi. Amma Alloh subhanahu va taala Rahim degan vaqtimizda Allahu Rahimun Alim bilibdir bütün oqibatning qanday bo'lganligini eng mukammal shaklda bilib turgan, hammani bilgan asosda rahim qiluvchi Alloh subhanahu va taala. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, inson Alloh subhanahu va taolaga hamdu sana aytmoqchi, Allohni maqtamoqchi bo'lgan vaqtida u o'zi shu bilgan, o'zimiz bilgan shu bashariy, insoniy bo'lgan kamoliy sifatlar bilan Robbimizga hamdu sana aytamiz. Robbimizni maqtaymiz. Allohu subhanahu va taala lekin Alloh quddusun munazzahun an kulli wasfin min sifatil kamalil bashari. İnsani kamalat sifatlaridan bo'lgan har qanday sifatdanmi Allah al-Quddus, Allah paktur. Allah onundan kattadır Allah subhanahu wa taala. Bu sifatlardan kattadır Allah subhanahu wa taala.
har qanday insoniy kamolatdan yuqoridir Alloh subhanahu pokdir Alloh subhanahu taolo. Albatta bu nuqtadan degan vaqtimizda, ya'ni Alloh subhanahu taolo inson tasavvur qilgan insoniy kamolatlarning hammasidan pokdir deb bundaq sifatlagan vaqtimizda, Robbimizni bundaq poklagan vaqtimizda, albatta insoniy kamolatlardan pok bo'lgan Robb Alloh albatta nuqsoniy sifatlardan albatta pok degan bir hukm, bir tushuncha maydonga chiqadi bu yerda. Albatta birinchi darajada pok bo'lish kerak, nuqsoniy sifatlar mumkin emas unga yaqin kelishi. degan bu nuqta oydinlashadigan gap edi. Demak, Allohu akbarning ma'nolaridan birisi ham qadrli qarindoshlar, Allohu akbar, Alloh eng buyukdir degan. Bu so'zning ma'nolaridan birisi, ya'ni Alloh sen Allohni Alloh haqida tungan har qanday narsadan Alloh subhanahu va taolo ulug'dir, Alloh buyukdir. Bütün narsadan buyukdir Alloh subhanahu taolo. Sen tunugan, sen bilgen bu ma'lumotdan mı çok büyüktür Allah subhanahu taala degan gapda. Demak, Allohu al-Quddus munazzahun ve muqaddasun an kulli wasfin sifatin yumkinu li insanin an yatasawwaraha munazzahun ve muqaddasun an kulli sifatin tushbihu sifatal insan ve tumasiluha. Allah subhanahu ve taala insan tasavvur qilishi mumkin bo'lgan, insan tasavvur qila oladigan har qanday sifatdan pokdir, olidir ve insan yana ve Allah subhanahu ve taala insonning sifatlariga o'xshab qoladigan ve onunga barobar keladigan har qanday sifatlardan Allah pokdir. Shuning uchun qadrli qarindoshlar, agar Allah subhanahu ve taala insonga inson shu o'zi bilgan insani beşeri kamaletler bilen Allah'ını süpetleshke agar Rabbimiz insonga ruxsat bermagan bo'lsa, bizga ruxsat qilmagan bo'lsa, insonning Rabbini o'zi bilgan shu insoniy kamaletler bilen, kamali isil süpetler bilen Rabbini süpetlishining o'zi jinoyatlardan bo'lgan bir jinoyat bo'ladi dedi. Agar Rabbimiz ruxsat bermagan bo'lsa, biz o'zimiz bilgan bu kamali sifatlar bilan Rabbimizni sifatlashimizning o'zi ham nima qilgan bo'ladi? Gunohlardan bo'lgan bir gunoh bo'lgan bo'ladi dedi. Allohu Rahim deymiz masalan. Rahim dildi. Alloh adil deymiz. Alloh nihoyat kuyimchan, mehribon deymiz. Muloyim deymiz. Buni desak qalbimizga shunday narsa kelib qolishi mumkin. Allah saqlasinki, ya inson ba'zi vaqtda muloyim bo'ldi deb. Inson mehribon bo'ldi, muloyim bo'ldi deb. G'azab qilmayman muloyim bo'ldi deb shunday deyishimiz mumkin. Shundan narsa qalbimiz kelib qolishi mumkin. Vahimalar. Allah bu vahimalardan ham pokdir Alloh subhanahu taolo. Barliq bizning qalbimiz kelgan har qanday narsadan, har qanday fikrlardan, har qanday sifatlardan pokdir Alloh subhanahu taolo. Demek Al-Quddusning ma'nosini biraz bu yerda texnik oydinlashgan bo'lishi mumkin qadrli qarindoshlar. Arif billah bo'lgan bir kishi, ya'ni Alloh subhanahu va taoloni nihoyatda yaxshi tunugan, haqiqiy bilim bilan tunugan, nihoyatda taqvodor Alloh do'stlaridan bo'lgan bir kishi yana bir shu Alloh do'stlaridan birisiga shunday debdi. Ey palani, ala tashtaqu ilalloh. Sen Allohni sig'inmadingmi? Allah'ını kögün kelmedimi, ishtiyoq bağlamadimi Allah subhanahu taala, sig'inmadimi Allah'ını degan ekan. Cevap beribdiki, la vallahi la ashtaqu ilay. Yo'q, men Allohni sig'inmadim. Allah bilan qasamki Allohni sig'inmadim deb shuni. Nauzu billah, bu qanday so'z bu? deb shuni degan ekan. Cevap beribdiki, mata g'aba anni hatta ashtaqa ilay. Allah mendan qachon g'oyib bo'lib ketibdi ekanki, men uni sig'inib ketay. Sig'inish deganimda ayrilib qolgan, uzun muddat ko'rishmagan, bundaq o'tirsida üzülüp qolgan insonni sig'indi, üzülüp qolgan yorini, üzülüp qolgan oshiqini sig'indi inson. Qachon mendan Rabbim qachon mendan g'oyib bo'lib ekanki, qachon mening zihnimdan bir sekund, mendan bir minut, bir sekund yiroqda qolibdi ekan, hatto men uni sig'indim. Davomli men bilan birga ki Allah subhanahu va taolo degan ekan. Mata g'aba anni hatta ashtaqa ilay. Yana bir Allah do'stlaridan yana birisi shuna so'rabdiki, ya imam, mata kanalloh? Allah qachon bo'lgan? deb shuna so'rabdi-da. So'ragandan keyin javob beribdiki, mata lam yakun. Allah qachon bo'lmagan deb javob beribdi. Qachon bo'lmagan desa men bu savolni so'raydiganqa.
qachon bo'lgan deb bu savolni so'raydiganga Alloh qachon bo'lmagan-da, qachon mavjud bo'lmagan-da Alloh subhanahu taolo. Allohning mavjudiyatisiz, Alloh bo'lmasdan bu koinotdagi hech bir narsaning bo'lishi mumkinmi qadrli qarindoshlar? Shunday javob bergan ekan. Nihoyat go'zal bir javoblar. Qadrli qarindoshlar, biz Al-Quddus ismi haqida yana bir nuqta qo'yamiz. Al-Quddus haqida. Endi tuvanda biz yuqorida so'zlab o'tdik. Quddusning bir ma'nosini bildik. Quddusning yana bir bosqichi nima deganda Al-Quddus shunday zatki, huval munazzahu an kulli wasfin yudrikuhu al-hissu an kulli tasawwurin yatasawwaruhu al-khayal aw yasbiqu ilayhi al-wahm. أو حتى يختلج به الضمير أو يقضي به التفكير. Al-Quddus shunday zatki, insonning his tuyg'usi, his idraki, his qila oladigan har qanday sifatdan pok dedi. Insonning his tuyg'ulari, his qila oladigan har qanday idrok qilgan har qanday sifatdan pok va insonning xiyoli tasavvur qilgan har qanday tasavvurdan pok va insonning vahimasi o'y xiyollari vahima qildigan yoki uning ichki tuyg'ulari, ichki tuyg'ularining eng chunqur ruhiy dunyosida qatlamida shu narsaga tafakkurlari his qila oladigan shu ichki tuyg'ularga kelgan narsalarda mupok dedi Alloh subhanahu va taolo. Al-Quddusning ma'nolaridan birisi. Shuning uchun biz bir insonningki Alloh subhanahu va taolo ayib nuqsonlardan pokdir degan so'zni deyishi bu nima desa, Alloh subhanahu va taolo bilan Alloh dargohida bir oz adabsizlik qilgan bo'ldi deydi olimlar. Bu yaqtaribu min babi qillatil adab ma Alloh subhanahu va taolo dedi. Yani Allah ayıplardan pokdir degan gapni deyishi bir insonningki bu Alloh oldida, Alloh dargohida, Alloh oldida biraz adabsizlik qilgan, adabsizlik bobiga yaqinlashib qoldi bu deydi. O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Adabni tashlaganlik bobiga kirib qoldi bu deydi. Yani bunu teximdek aydınlaştırıp berish uchun shu bir misolni keltiraylik. Agarda biz bir nihoyat katta bir insonningki huzurida bo'ldik deylik. Ya qattiq olim birisi yoki nihoyat munisbat bir kishi ya bir podshoh. Endi buning qishiga huzuriga kirdik. Huzuriga kirib dedikki, voy ustoz, voy shayx yoki voy paloni, men siz haqida men insonlarga sizning haqqingizda so'z qildim. Siz haqida insonlarga men gap qildim deb shuna desak uning qishida. Shuning bilan bu odam turib, nima so'zlading mening haqqimda, nima deding deb shuna so'zlasa. Mening haqqimda nima deding sen kishilarga, nima deding desa, biz uning turib, men kishilarga sizning haqqingizda sizni yolg'onchi emas dedim. Desak bu aqlga uyg'unmi qadrli qarindoshlar? Ha? Bu qanday so'z bu? Nihoyatda katta bir kishining qashiga kirib, men kishilarga sizning haqqingizda so'z qilib berdim, sizning haqqingizda nurg'un gaplarni qildik degan ekan. Nima deding kishilarga deb shunday so'rasa, men sizni kishilarga yolg'onchi emas dedim. Deb desak, bu uning oldida qilingan eng cho'ng adabsizlikmi yoki uni maqtaganligimizmi? O'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Bu qabul qilinadigan bir so'zmi bu? Acaba bir podshoh, bir olim, bir kishini uning men sizni falan yolg'onchi emas dedim, yoki u emas dedim, bu emas bir ayib narsani bir o'ttirga olib turib, shundan maqtalamdi bir, shu kishi bir insonning ichidan bo'lgan taqdirda ham shundan maqtalamdi. Bir qoida borki, asosiy bir qoida borki, bir narsani masalan, ya'ni nafyu shay ahadu furu'i tasavvurihi degan bir qoida vaqtida. Bir insondan yoki bir nuqtadan, bir tarafdan bir nuqsoniy sifat, bir nuqsoniy narsani biz inkor qilib bundaq emas desak, demak bu so'zning o'zi ham shu nuqsonlik, shu kamtuklik, shu biz emas deyotgan kishida yoki shu tarafda sodir bo'lish imkoniyati bor degan narsani maydonga hukmni bildirdi bu. Paloni o'g'ri emas desa, demak o'g'irlik degan sifat shu palonida yuz berish imkoni bor degan gap.
Palani yolg'onchi emas degan vaqtida yolg'onchi emas degan gapning o'zi ham nima desa, yolg'onchilikdan iborat bu ish harakat shu palanida yuz berish ehtimolligi bor degan narsani ufqumni bildiradi. Bu qoida bu nafyu shay ahadu furu'i tasavvurihi. Bir narsani inkor qilish, bir jihat, bir taraf yoki bir kishidan bir narsani yo'q qilib u narsani qilish shu narsani tasavvur qilishning bir shaxsiy bir qismi deydi. O'ylab boqayli. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolaning maqtagan vaqtimizda biz uni ayib nuqsonlardan, nuqsoniyatdan pok demasdan, balki desak agar shuna deb qolsak, bu Alloh oldida biroz adabsizlik qilgan, biroz adabni tashlagan babga yiqilishib qoldi ekanmiz qadrli. Shuning uchun eng to'g'risi nima deganda Alloh subhanahu va taolo biz tasavvur qila oladigan har qanday sifatdan, bizning zihnimizga kelgan har qanday sifatdan Rabbimiz pokdir deb bu shaklda Al-Quddusning haqqini berishimiz kerak qadrli qarindoshlar. Xo'sh, endi bu Al-Quddus isminingki ta'rifat tushuntirishlarda kelgan yana bir tunishtirish bo'lsa, Al-Quddus shunday hisobki men taqaddasat anil hajatin zatuhu. Allohning zoti butkul ehtiyoj, hojatlardan pok bo'lgan zot degan ma'nosi bor Al-Quddusning. Allohning zoti barliq ehtiyojlardan pok bo'lgan zot, oliy bo'lgan zot degan ma'nosi bor. Ammo biz-chi, biz muhtoj. Hamma narsaga muhtojmiz. Biz ehtiyoj egisi Rabbimizga har bizning shaxsiyatimiz, ilmimiz, aqlliligimiz, kuch-quvvatimiz, kishilarga bo'lgan hukmronligimiz va bizdagi nurg'un esil sifatlar hamma narsada shu Rabbimizga, shu Rabbimizning imdodi, shu Rabbimizning yordamiga muhtoj. Shu bizdagi eng yuqori sifatlarga ega bo'lgan bir inson bo'lib ketayli. Shundoq bir inson bo'lib ketsakmi, bizning bu narsamiz bir istakan suv vaqti kelsa, bir istakan suv yaramaydi. Bir istakan suvning oldida hamma narsamiz erib tugaydi. Amirul Mu'minin Harunur Rashidning shunday bir aqlliq vaziri ekanda qadrli qarindoshlar. Bir kuni Amirul Mu'minin bir istakan suv talab qilibdi. Suv akilinglar degandan keyin bu vazir shunday debdi: "Ya Amirul Mu'minin, bikam tashtari hadal ka'sa iza muni'a ank?" Agar bu bir istakan suvni agar sendan suv cheklanib qo'yilsa, suv sana suvga erishamaydigan bir ahvolga tushib qolsang, suv sendan cheklanib qolsa, bu bir istakan suvni nimaga setib olasan? Qanchalik narsanga setib olasan degandan keyin benisfi mulki, mulkimning, saltanatimning yerimi bilan setib olman deb shuna javob berdi. Shuning bilan yana debdiki, agarda chiqirish cheklanib qo'ysa-chi, ichib bo'lgandan keyin chiqirmasan anachi soatdan keyin. Chiqirish cheklanib qo'yilsa qanaqa qilasan degandan keyin benisfi mulki al-akhir. Yana qilib qolgan yerim, mulkim, saltanatim, podshohligim bilan setib olman deb. Demak, sening mulking, sening podshohliging, sening bu saltanating bir istakan suvga yaraydi degan bu nuqtani bu Harunur Rashidning bu aqlliq vaziri bu nuqtani tushuntirgan ekan. Demak, biz hamma narsada Rabbimizga ehtiyojli. Eng aqallisi havo, bizning shu havo cheklanib qo'yilsin-chi, qancha minutning ichida jon beradi ekanmiz qadrli qarindoshlar. Hamma narsada Rabbimizga ehtiyojli biz. Hamma narsamizda. Shunchalik ojizmiz qadrli qarindoshlar. Suv, butun hayotimizdagi yemak, ichmak, hamma narsamizga o'ylab boqaylik, suvning ahamiyatini o'ylab boqaylik qadrli qarindoshlar. Shuning uchun Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allohi vallohu huval g'aniyyul hamid deydi Alloh subhanahu va taolo. Ey insonlar, sizlar Alloh subhanahu va taologa fuqarosizlar. Sizlar Allohga muhtojsizlar Allohga deydi. Alloh bo'lsa al-g'aniyyul hamid, hammadan behojatdir Alloh subhanahu va. Hech kimga ehtiyoj yo'q Allohning. Al-Hamid, barliq maqtashlarga loyiqdir Alloh subhanahu va taolo.
Allah behojatdir. Sizlar Allohga ehtiyojliksizlar. Sizlar Allohga muhtojsizlar dedi. Havo, suv, yemek, ichmak, oila, bola chaqa, bizning ko'nglimizni, ich-pushqimizni chiqaradigan kishi, bizni yaxshi ko'radigan kishiga hamma narsaga biz ehtiyojli, muhtojlar biz zali. Allohcho behojat, hamma narsadan behojat. Demak, Al-Quddusning ma'nolaridan birisi Allohning zoti butkul ehtiyoj hojatlardan muqaddas bo'lgan, pok bo'lgan, buningdan oliy bo'lgan zot. Samad yani qul huvallohu ahaddik. Allohu samad. Allohu samad yani Allah subhanahu va taala hamma narsa uningga ehtiyojli. Boshqa u ehtiyojli emas. Butkul mahluqot mavjud bo'lib turish uchun uningga ehtiyojli. Yani Quddusning ma'nolaridan birisi shuki, man taqaddasa an makanin yahvihi la yahvihi makanun va an zamanin yubilihi deb. Allah shunday zotdirki, u uni qo'rshovga ep turadigan makondan muqaddasdir dedi. Pokdir Alloh subhanahu taolo. Hech bir makon uni qo'rshovga ololmaydi. Bir makon bir doirning ichida bo'lishi mumkin emas. Va uni upuritadigan, uni kundan kuniga upuritib tashlaydigan zaman biz insonni upuritib tashlaydi. Har sekund, minutimiz, kunimiz, oy, yilimiz o'tgansa biz upurab mangamiz. Ajizlab mangamiz. Va Allohning bo'sichi zaman bu vaqt upuritanmaydi. Bundaq zamandan pok deydi. Ya'ni upuritadigan zamandan pokdir Alloh subhanahu taolo. Qo'rshovga oladigan, bir doiraga oladigan makondan pokdir va uni upuritadigan zamandan pokdir Alloh subhanahu taolo. وهو عزيز لا يرتقي إلى تسويره وهم ولا يطمع في جواز تقديره فهم ولا تنبسط في ملكه يد من دون تقدير. الله أنا شندق زاد قدر لغنى وشندق غالب زادكي شندق عزيز زادكي uni tasvirlash, uni tasvirlash uchun hiçbir vahima, hiçbir fikir ko'tarilamay, tasvirlamaydi Alloh subhanahu taolo. Va uni haqiqiy taqdir, haqiqiy uningga loyiq ravishda har qanday bir tushuncha, uningga loyiq ravishda bir muqaddas bir uni bir taqdirlab, uni bir nimaga ololmaydi dedi. Hech bir tushuncha tama qilinmaydi dedi. Haqiqiy ravishda hech qanday bir tushuncha uni sifatlash, uni bildirishga tamomı qilinmaydi, uni qilish emas. Ve Allah subhanahu ve taola'nın mülki saltanatida hiçbir onun takdirisiz, onun yol yoruqsiz, onun o'rinlashtirishsiz, onun mülkide hiçbir qo'l mu uzatilmaydi onun mülkide. Hiçbir narsa harakat qilmaydi. Lekin Allah subhanahu ve taola'ni biz yuqorida Quddus dedik, yani zatida Quddus. Allah öz zatida pokdir, lekin Allah yana yuqaddisu ibadahu ta'iin. O'zi pokdir va Allah qanday qildi? Rahimdilligi bilan o'zining taattkor, uning bo'ysungan bandalarini poklaydi Allah subhanahu va taolo. Biz yani deymiz ki palani muqaddas, palani isil kishi, nayeti pak kishi deymiz palani mesela. Yani pak kishi deb shuni aytamiz. Nayeti mustaqim, to'g'ri yo'lda mangdigan, axloqliq, isil sifatli kishi deb shuni sifatlaymiz shunday kishilarni. Yani bu nima degan gap? Bunday sifatlangan kishilar, qanday sifatlarga ega bo'lgan kishilar? Qalblarida hech bir o'chmanlik bo'lmagan, boshqalarga yomonlik bo'lmagan, niyatlari pok. Kishilarga hargiz yomonlik qilolay deb emas, yaxshilik qilish uchun harakat qiladigan, aldamchilik qilmaydigan, xiyonat qilmaydigan, tilini qattiq ishlatmaydigan, quloqlarini Alloh rozi bo'lmaydigan so'zlarga burmaydigan, u taraflarga ishlatmaydigan ana shunday kishilar degan gap. Paloni pok, paloni isil kishi degan vaqtimizda. Demak, la yuqaddasul insanu illa iza tanazzaha anil naqais. İnsan fulanun muqaddas,
Palani pak inson deyilish uchun u chuqum nuqsonliklardan pak bo'lmoqcha, o'zini paklamoqcha, u palani muqaddas, palani pak kishi degan sifatga hargiz erishamaymiz, qadrli qarindoshlar. Xo'sh, ulamolar endi aytdiki, al-Quddus man qaddasa nufusal abrar anil ma'asi va akhadha al-ashrar bin nawasi degan ma'nosi al-Quddusning. Quddus shundoq zatki, yaxshilarningki nafsini, yaxshilarning qalblarini jinoyatlardan poklig'uvchi zot. Yaxshi isil kishilarning qalblarini jinoyatlardan poklig'uvchi, jinoyatkorlarning yomonlarni bo'lsa kokulusidan olg'uchi degan ma'no so'raydi al-Quddusning. O'ylab boqaylik. Al-Quddus man qaddasa quluba awliyaihi. O'zining do'stlarining, o'zining avliyolarining qalblarini poklovchi. Shunda qalbga ega kishilarki, ularning qalblari shundoq pok, nur yig'ib turlarning qalblarida. Zamin yuzida ana shundoq qalbga ega bo'lgan kishilar bor. Shundoq go'zal qalbga ega bo'lgan kishilar bor. Yana bir taraf qarasangiz shundoq qalblik, toshga o'xshash qalbli kishilar borki, uning qalbi qitib ketgan, dotlashib ketgan, qoridab ketgan shunday qalbli kishilar bor. Shuning uchun Alloh Qur'oni Karimda lahum qulubun la yafqahuna biha va lahum a'yunun la yubsiruna biha va lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun deb sura A'rofda shunday deydi. Ularning qalblari bor, yuraklari bor ularning. Lekin la yafqahuna biha. Uning bilan hech narsani tushunmaydi dedi. U qalblari bilan hargiz haqiqatni tushunmaydi. Buni tushungan unimaydi yoki. Ularning ko'zlari bor, ko'zlari ko'radi millatda. Lekin ularning ko'zlari haqiqatni ko'rmaydi. La yubsiruna biha. Haqiqatni ko'rmaydi ularning ko'zlari. Yoki ko'rmasga soladi bular. Ularning quloqlari bor, lekin bu quloqlari bilan haqiqatni anglamaydi. La yasmauna biha. Anglamaydi, anglashga tegishlik bo'lgan narsani anglamaydi ular quloqlari bilan. Mana bunday sifatli kishilar, halbuki dunyoda ko'zi ko'rgan, quloqi anglagan, qalblari bir narsani tushunadigan, aqli bo'lgan kishilar bo'lsa-mu, uni haqiqatiga ishlatilmaganligi, keraklik yerga ishlatilmaganligi uchun ulaika kal an'am deydi Alloh. Ular hayvonlarga o'xshash, chahar paylarga o'xshash kishilardir dedi. Belhum adal. Balki ulardan mubattarroq deydi. Hatto shu hayvonlardan mubattar kishilar bo'ladi dedi. Ikki putni mangan bo'lsa-mu, so'zlayaligan bo'lsa-mu, ko'raligan bo'lsa-mu, bular hayvondan mubattar dedi Alloh subhanahu va taolo. Ulaika humul ghafilun. Ular haqiqat ana shular ularga g'afillar dedi Alloh subhanahu va taolo. Ularga g'afillardir dedi. Haqiqiy g'afil qolgan kishilar ana shulardir dedi. Ya Rabbim Alloh subhanahu va taolo bizni bunday g'afillikdan o'z panohida saqlasin, qadrli qarindoshlar. Lekin inson, qadrli qarindoshlar, qancha Alloh subhanahu va taologa yaqinlashgancha, Alloh subhanahu va taologa yuzlangancha uning qalbi shunchalik kengaydi. Uning qalbi shunchalik echiladi, qalbi shunchalik saplashidi, qalbi Alloh subhanahu va taolaning muhabbatiga shuncha to'lib tashqan bo'ladi Robbiga yaqinlashgan sari. Shuning uchun nayt zo'r farq borki, bir qalbi insonlarning nurg'un million insonlarni ko'ramiz. Shu insonlar bir masjidda lip-miliq bir inson bo'lgan bilan shu insonlarning har bir qalb bilan yana bir qalbning o'rtasida balki osmon zamin farq bo'lishi mumkin qadrli qarindoshlar. Yani bir qalbga qarasangiz, yuqorilikda, yuksaklikda osmonga taqashgan bo'lsa, yana bir qalblarga qarasangiz, pastlikda zaminning ostiga tegib qolgan darajada shunday past qalblarni bo'lishi mumkin. Shunday past qalblar albatta bor qadrli qarindoshlar. Alloh subhanahu yuqoridagi oyati bo'yicha aytgan vaqtimizda. Shunday qalblar borki, poklikda javhar, marvoyatda shunday pok qalblar borki, yana shunday bir qalblar borki, paskinlikda, buzuqlikda, dotlashib ketgan, kirlishib ketgan, shunday qop-qari bo'lib ketgan qalblar bor. Qalb bo'lsa,
Beytur Rob Allah subhanahu ve ta'ala'nın nazarı tushadigan, Allah nazar qiladigan o'rin dedi. Ve bizning imanımızın hammasininki xulosasi shu yerga to'planadigan. Rasulullahning hadisi demedi bana. İnne fil cesedi mudga. Cesedde insanın cesedi şundaq bir parça göç baki. Bu iza salahat salahal cesedu kullu. Eğer bu ıslah bolsa bütkül cesedinin hammasi. Bu bir insanın cismimizdeki bu kalp insanın bir armiyanın komandanına o'xshaydi. Başka bütkül azalarımız askerige o'xshaydi qadrli qarindoshlar. Rasulullah'ın hadisi mina keltirilgan. Bir göçbanki bu ıslah bolsa bütün cesedinin hammasi ıslah bo'ladi. Bunun komandanlığı demağıdır çünkü hammasi. Eğer bu bozulsa ve iza fasadat fasadal cesedu kullu. Bozulsa bütün cesedinin hammasi şunun bozuldu. Bunun tabi yok mağdan gibi. Ala ve huvel kalb. O kalptir dedi Peygamber aleyhisselam. Ya. Şunun için qadrli qarindoshlar, imanımızın xulasının hammasi bu kalbimizge yo'g'lanadigan, kalbimizde bo'lgan bu kalbimizni paklash uchun buni eng güzel şekildeki, eng saf qalblik, eng taqvodor mu'minlardan bo'lishimiz uchun bunga keraklik bo'lgan yo'llarni Rabbimizning ma'rifatini qalbimizga to'ldirishimiz kerakki, biz ana shu kunda yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha bi qalbin salim degan shu kunda o kunda mal dünyamı, balı çağılırımız mı? Hiçbir narsa menfaat vermeydi dedi Allah'ın. Fakat ve fakat Allah'a sağlam kalp bilen kelgen kişiden başka hiç kimge mal dünyası balı çağısı esqatmaydigan aşı kunda Rabbimizin dergahıyla biz kurtuluşumuz için, biz nicatlıkka erişişimiz için biz ana şunda pak kalplik, sağlam kalplik kişilerden, müminlerden buluşumuz gerek kadarlar. Şunun için biz Esmaullah derslerimiz hem Allah'ın güzel isimleri hakkındaki derslerimiz hem onun nişanı ne diye vaktimizde bu derslerimizin bu programımızın nişanı ne diye insanın Rabbimiz tarafki. Yani şu sağlam kalplik müminlerden buluşka, şu müminler ilişka, şu müminlerde buluşka tegişlik sübetlerge özümüzü iyi kılış üçün öğünüldüğün, kılındığın programa, kılındığın ders kılın. Kalbimiz bilen ahdilişimiz, kalbimiz bilen sözleşişimiz gerek. Kalbimiz bilen ahdi birleşip bunu hakiki Rabbimizin razılık tarafına yitlep, onu şununla mecbur kılıp yiteklep mağdıgan şundak müminlerden buluşumuz gerek ki Allah bizni öz dergahida hakiki nicatka erişken müminlerden kılıyorsa. Qadrli qarindoshlar, biz vaqt munosabati bilan bu yerda Al-Quddus ismining birinchi bölümünü, yani hammalarga ma'lum bo'lgandek biz har bir ismni ikki bo'limda, birinchi, ikkinchi bo'lim qilib oxirlashtiryapmiz. Shuning uchun biz bu Quddus ismining birinchi bölümünü vaqt munosabati bilan biroz istirohat beramiz. Inshaalloh istirohatdan keyin yana ikkinchi bo'limni davomlashtiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين